Alo. Alo. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Yaxshimisan O'tkir? Rahmat. Ustoz, Ha? nima qilamiz? DNKga boramizmi? Mazok tahlilga olindi. Yaxshi. Bo'lmasa kelib meni olib keta qol. Bo'ldi unda. Hozir boraman. Xo'p, kutaman. Xo'p. Charchamayapsizmi, Sitora opa? Yaxshi keldinglarmi? Ha, Sizni boya bitta bola so'rab keldi. kim? Shu yerda tashqarida menimcha. Hozir. Sitora opa, yuring, meni rasmga olib qo'ying, bo'ling. Qanaqa rasm? Mototsikl bilan bo'ling. Yo'q, ey. Egasi yo'q ekan. Rasmga tushib olaylik. Tezroq rasmga olib qo'ying. Mana. Bo'yim bilan tushing, xo'p? Mototsikl ham tushsin. Voy, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Mana shu bola so'rab keluvdi sizni. Yo'q. Ishingiz bormidi menda? Menga Dodays nomeri kerak edi. Xo'p. Bu mototsikl siznikimi? Ha, meniki. Agar uchirib kelsangiz, dodamning telefonlarini beraman. Bu meni bir umrlik orzuyim. Uchgani qo'rqmaysizmi? Yo'q, nega qo'rqaman? Bo'pti, bo'lmasa. Sitora opa, hozir kelaman. Xo'p. Yiqitib bormang meni faqat, iltimos. Nimasi bo'ldi? Zakira! Nima qilyapsiz bu yerda? Qayerdan kelyapsan? Qayerdan kelyapsan deb savol beryapman senga. Hey! Yana senmi? Rustam aka! Bo'ldi! Rustam aka! Bo'ldi, qiling! Nima qilganingiz bu? Eyvah, 12 bo'pti ya. Ko'tar. Voy xudoyim ey. Telefoni o'chiq bu bolani. Qayoqda yuribdi bu bola? Bunisiga o'rgangan edim. Bunisi ham boshladim endi, ha? Voy xudojonim ey. Xotinini ishi ham yo'q. Ko'zimga uyqu kelmayapti, mijja qoqmayapman. Teskari qarab yotibdi. Er keldimi, kelmadimi, ishi ham yo'q. Bekorga aytishmas ekanda. Onani yaratmasin Allohim, onani yaratmasin-da. O'tiribman mana.
Kamol, Oyi, keldingmi? assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu nima ahvol? Ichganmisan? Ne uxlamadingiz, oyi? Ichganmisan deb so'rayapman. Choyxona bor edi, oyi. Shunga ozgina bolalar bilan o'tirdik. Sen ham boshladingmi ichishni? Juda yaxshi. O'ldiringlar meni. Aka-uka birdaniga o'ldirib qo'ya qolinglar ajalimdan 5 kun oldin. Bor uyingga kir. Xo'p, oyi. Ko'zimga ko'rinmagin. Keldingizmi? Nima bu yotish? Nima qilay? Xotin degani erini chiqib kutib olmaydimi? Er degani vaqtli kelmaydimi? Ichdingizmi? Senga nima? Seni pulingga ichyapmanmi? Nimaga oyim uxlamaganlar sen uxlayapsan? Ha? Yoqmayapsan, tushundingmi? Boring, yuravering o'sha ko'changizda. Jinni. Ha? Nima bu yana? Yostiq ko'tarib kelyapsan? Sasib ichib ketdilar, oyi. Xo'sh. Men yotmayman. Sasiga o'g'lingiz yonida. Bor yo'qal. Yotmasang yotmay o'l. Erni aldab suldab uxlatish o'rniga. Voy, bularga nima bo'lyapti? Kuchim yetmayapti. Ha, oyi. Ha. Qayerdasan? Ishdami, oyi? Qanaqa ish kechasi 12 da? Aliga qarashyapman. Mol chiqarish kerak-ku, akam yo'q-ku. Boraman. Xavotir olmang. Bo'pti, tezroq kelgin endi. O'lar bo'lsam o'lib bo'ldim. Xo'p. Akangam endi kirib keldi. Xo'p, ona xavotir olmang, boraman. Bo'pti. Faqat men yomonman. Jonimga tegdi. Charchadim. Hammasidan charchab ketdim. Qisir bo'lib yashashdan charchab ketdim. Ey Alloh. Menga ham bitta farzand ber. Yuzimni yorug' qil. Qaynagachima bolasi 4 ta bo'ldi. Nega menda bitta farzand yo'q? Meni nima aybim bor? Nega meni bunchalik sinayapsan, Xudoyim? Shularni oldida yuzimni yorug' qil. Tezroq menga ham farzand ber. Meni bolani hidiga to'yay. Menga bu boyliklar ham, chiroy ham kerak emas edi. Kambag'al bo'lib yashasam ham, lekin farzandlarim ko'p bo'lsa bo'ldi. Ey Xudoyim, o'zing kechir. Balki senga nola qilib, bilmadim, shirk keltirayotgandirman balki. Hammasiga shukr. Tirnoqqa zor qilmagin, ya Allohim.
Yo Rabbim, o'zing yordam ber. Yolvoraman. Yolvoraman, bitta farzand ber. Va'da beraman, o'zgaraman. Bittagina farzand bersang bo'ldi. Ikkita emas, uchta emas, bitta ber Allohim. Men o'zgaraman. Balkim erim o'zgararmidi? Ketay deyman, lekin nega boshqalar ajrashadi? Nega bizni millatda ajrashish yo'q? To'yib ketdim hammasidan. Qochib ketsam, qayoqqa boraman? Otam uyga kirgizmaydi. Charchadim. To'g'risi charchadim. Bolaman. Bolaman. Ahvolingga bir qaragin. Yo, shu xotinga bir ikki og'iz shirin gap gapirsang nima qilar ekan, ha? Qiyinmi senga shu bolam? Shu qilgan ishing yaxshimi, bolam? Charchadim oyi. To'yib ketdim hammasidan. Jonimga tegdi hammasi. Bo'ldi jonim. Erkaklik hurmatim yo'q. Ishdan kelsam kutib olishni bilmaydi. Bitta gapi, bolam yo'qligi uchun yaxshi ko'rmaysiz meni deydi. Tug'ib bermaganim uchun hammanglar men bilan sovuq gaplashasizlar deydi. Meni qo'limdan ona. Ayting. Bag'rimga otiladigan bolalarim bo'lsa edi. Bolajonim, bu ham Xudoning bir sinovi. Allohning bir sinovidir bu ham, bolajonim. Sabr qilish kerak. O'rtoqlarimda 4 ta, 5 ta bolalari bor oyi. Meni-chi? Bitta tirnoqqa zorman oyi. Baxtsiz bo'lish uchun tug'ilganman oyi. O'zi nimaga tuqqansiz meni? Bolajonim, meni ezib yuboryapsan. Allohga qarshi chiqmagin. Senga ham atagani bordir-ku axir. Qachon oyi? Qachon? 10 yildan beri bola kutyapmiz oyi. Sabr qil bolam, sabr qil. Duolaringni to'xtatmagin bolam. Men ham duodaman doimo. Xayrli payti bordir axir. Charchadim oyi hammasidan. Charchadim. Tur bolam. Tur. Kiyimlaringni yechgin, joyingga chiqib yotgin. Ertaga gaplashamiz, xo'pmi? Tur. Hammasi yaxshi bo'ladi, Xudo xolisa. Bolam, tur bolajonim. Yaxshi dam ol. Ah, bechora onam-a. Biz uchun saharlab bozorga tushibdilar-da. Men ahmoq bo'lsa
Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. O'zingga keldingmi? Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Juda yaxshi dam oldim. O'tir. Rang-ro'yingga qaragin. Ahvolingga qaragin. Oqarib ketibsan. Voy xudoyim. Mayli. Oyi, meni kechiring. Ey, bolam-a. Ataylab ichganim yo'q. Mama, ol, ich. O'zingga kelib olasan. Choyxonada. Bolalar qo'yishmadi. Erkakchilik ona. Yotqizib olib og'zingdan quyishdimi? Ikkinchi ichma bolam. Qaragin, xotining ham arazlab yastig'ini olib zalga chiqib yotibdi. Voy, bu ichkilik o'lgur odamni qay ko'chaga olib kirmaydi? 18 yashar emassan-ku. Ozgina aqlingni ishlatgin, bolam. Xavotir olmang, boshqa ichmayman. Ichma. Ichmayman. Qaymoni siz olib keldingizmi? Yo Najotmi? Voy. Najot, vaqti qani uni? Ertalab ketadi, tongda kechqurun kirib keladi. O'zim bir aylanib borib keldim. Nonushta ham qilib bo'ldim. Ol, ovqatlangan bolam. Bo'l, o'zingga kelib olasan. Oling, oyi, birga choy Voy, ichamiz. men ichib bo'lganman, kallang saharla. Nevaralaringiz maktabga ketishdimi? Ketishdi, hamma ketdi. O'zim o'tiribman yolg'iz, qachon uyg'onar ekansan deb o'tiribman. Bolam, unaqa hadeb ishga mukkasidan ketaverma bolam. Yo, ishlamagin demoqchi emasman. Lekin dunyoni topib hech kim hali zo'r bo'lib ketgani yo'q. Yoki menga bo'ldi, kerak emas menga dunyo degan insonni yo eshitganim yo'q, yo ko'rganim yo'q. Boriga shukr qilib yashashni o'rgangin bolam. Hali boylikni birovga el bo'lganini ko'rganim ham yo'q, eshitganim ham yo'q bolam. Qani? Ol, nega turibsan? Xo'p, oyi. Achchiq choyni ichib, 1-2 burda non yesang, qaymoq bilan o'zingga kelib olasan. Hozir chiqib ketasan, yana yodimdan chiqib ketadi. Singlingni hovlisiga gazdan nimagadir hid chiqyapti. Qo'rqib ketdim, o'chirib qo'ydim. Na sen borsan, na ukang bor, na Najot bor. O'chirib qo'ydim bolam, odam chaqirib tekshirtirib qo'ygin uni. Xo'p, oyi. Odam chaqiraman, tuzatamiz. Ol yegin. Keliningiz chiqmadimi hali ham? Chiqqani yo'q. Endi arazdan tushgandan keyin chiqadi. Oyi, Ha, nima deysan? men bolang ushlab turing. Men faqat ushlab turing, qarab turingga kerakman. Hozir. Ol. Choy ich. Amma bog'chaga olib boraman. Amma! Turing! Amma! Turing. Sizni ayib chaqiryapti. Tur senam, qizim, bog'chaga ketamiz. Bormayman. Tura qol. Bog'chaga bormasang bo'lmaydi. Turgin. Buvma boraman. Keturing. Ha? Yuring bog'chaga olib boring. Oying qanilar? O'zingiz olib boring. Hozir tushaman.
Ayub. Ayub. Shahnoz. Labiya oyijon. Ayub qani? Shu yerda o'ynab yuruvdi-ku. Bo'la qoling, tezroq topib bering. Bog'chaga olib boring. Ko'chaga chiqib ketgandir. Ha, qarang, tez. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Necha vaqtli turib olding? Ayub meni voqli turg'izdi-ku, bog'chaga olib boring. Nimaga? Olib borasanmi? Ha, men olib boraman bog'chaga. Olib bora qol. Mana bu ulguram yechilib ketibdi. Mayli, men bozorga bora qolaman. Bo'ladi. Ayub, qayerdasan? Qayerda ekan? Ayub, chiq, yur bog'chaga boramiz, kindirib beraman. Amma, Chiq, men botaman. qayerdasan? Kela qo'jonim, yur bog'chaga boramiz. Kindirib beraman senga. Ayub, men seni ko'chada qidirib yuribman. Nima qilding? Hozir kiyintirdim-a seni. Bog'chaga borasan? Siz bilan bormayman. Ke o'zimga. Yo'q, Voy, Ayub, siz bunaqa menga qilma. kendir bermadingiz. Ha, Kamol aka? Nima axir? Har kuni har xil kiyinib chiqib ketasiz. Men diqqa nafas bo'lib uyda o'tiraveraman. Hech qayoqqa bormayman. Nima qilay? Ertadan kechgacha senga termilib o'tiraymi? Ko'chada yuribman, bekor yuribmanmi, tirikchilik qilib yuribman. Ha, siz ishlamasangiz hamma och qoladi. Shuncha odamni kim boqadi, to'g'rimi? Nima demoqchisan? Nima deyman? Ana, seningiz aravasini o'zi tortsin. Qaynonasi, qaynotasi bor. Qayni bo'ynilari bor. Nima? Bolalari oddiy maktabda o'qisa nima bo'ladi? Davlatning maktabi teshib chiqadimi? Mahallada qancha bola maktabda o'qimay ham katta bo'lgan. Ko'p gapirma, asabimga tegyapsan. Nima? Nima asabingizga tegyapman? Meni gapirishga haqqim yo'qmi? Haqqing yo'q. Meni cho'ntagimdagi pulni sanashga ham haqqing yo'q. Yo'q. Nima uchun uylangansiz menga o'zi? Menga qara, senga uylanib nima ko'rdim o'zi? Onamning xizmatini qilyapsanmi? Onam bechara g'iq etmay hamma ishlarni o'zlari qilyaptilar. Men oyizlarni qilsin dedimmi? Men nima? O'zim qilardim turibdi sizlar. Oyiz sabr qilishi bilmaydilar. O'chir chakagina ko'p gapirma. Nimaga o'chiraman? Faqat men yomonman shunda, Men to'g'rimi? senga o'chir chakagina dedim. Asabimga tegma, tushundingmi? Qo'yib yuboring. Hey, nima gap? Ye. Nima gap? Nima bo'lyapti? Ona, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlik yo'q bu uyda, tinchlik yo'q. Borishingga ket. Mayli ona. O'ldirib qutulasizlar meni. Bitta gapdan qolsangiz nima qilar ekan, kelin? Munchalik ham sapchi urmasangiz. Noshukrchilik ham ev bilanda. Kenaya, Ayubni bog'chaga Keldingizmi? tashlab keldim. Yaxshi keldingizmi? Charchamay? Yaxshi, o'zingiz charchamayapsizmi? Yo'q. Bering, men artaman. Yo'q, voy. Kiring, choy tayyor. O'zim qilib yuboraman. Qarashvoring sizga, keyin choy ichamiz birga. Yo'q. Siz qarashganingizni ojon ko'rsalar o'ldiradilar meni, bilasizmi? Sizga ham qiyin Kenaya. Ikkita bola bilan shuncha hovlini ishi. Tag'in oyijon, ko'zingizni ochirmanglar.
Agar meni qaynonam shunaqa bo'lsa, 2 kunda uyga qochib ketardim, ishoning. Meni qochadigan joyim yo'q. 2 ta bolam bor. Qayerga qochaman? Onamnikigami? Bir kunda haydab yuboradilar. Bor ering yoniga deb. Yaxshi she'r menga. Kiring, charchagansiz. Yuring, birga kiraylik, keyin qilamiz birga. Hozir kiraman, siz kiravering. Ha ustoz, charchamayapsizmi? Nima bo'ldi? Javob chiqdimi? Chiqdi. Mana javob. Ustoz, qamoqxonadagi Habib 99.9% sizni farzandingiz. Demak, Lola aldamabdi. Ha, aldamabdi. O'tkir. Nahotki ko'zim ochiqligida o'g'limni topdim-a? U tirik ekan. Rahmat senga. Xo'p. Qani yur. Bir ziyofat qilaylik. Yur. Ayam ketdi. Voy o'zim o'rgilay sendan sog'intirding bolajonim. Yaxshi Sog'inib o'tiribsizmi? ketdim-u, a. Men sendan xafaman. Men sendan xafaman. A, buvingni sog'inmadingmi? Yo buving qo'yib yubormadimi seni, a? O'tirma unda. O'zingiz sog'inmadingiz meni? Qanday sog'inmadim? Necha kundan beri oying seni kelgin deydi. Siz qilmadingiz-ku. Ha, mayli. Oyim kelgin degan bo'lsa-da, siz aytmadingiz. Voy meni bolam. Telefon qilishimni kutdingmi bolam? Ha. Bo'ldi, bundan keyin o'zim qilaman. Xo'p, chochlaring ham o'sib ketibdi. Bu sizni juda ham sog'indim. Voy, o'zim o'rgilay sendan. Jonim. Hidlaringizdan. Jonim mana. Qanday? O'qishlaring qanaqa? Yaxshi. Hamma sog' salomatmi? Ha. Buvim salom dedilar. Salom Adamni aytsinlar. ko'rgani qamoqxonaga bordik. Bordinglarmi? Ha. Xo'sh. Adam ham salom dedilar. Voy, salomat bo'lsin. Yaqinda chiqadilar bu. Ilohi amin. Amin. Ilohi chiqsin. Bag'rilaring butun bo'lib, o'zlaring bilan o'zlaring bo'linglar, bolajonlarim. Hamma qolgan tinch. O'qishlaring qanaqa o'qishlar? Yaxshi. Yaxshi. Hammasi yaxshi. Unda yaxshi. Voy jonim bolam. Voy, to'y chog'im Assalomu ketdimi? Qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi. Kevoldingmi? Ha. Bo'ylari ham buni Uyim cho'zilib bor qoptimi? Ha. Kelmaysan? Sog'inmadinglar-ku. Voy. Voy, necha marta aytdim uyga kel deb, 2 kundan beri yalinaman. O'zimni po'mpalog'im. Adam salom dedilar sizga. Voy, ko'rishga bordinglarmi? Ha. Yaxshi, Qachon sinema borasiz? olib boramiz. Sinem qayerda? Tepada, xonada. Bitta ko'taring. Qo'lingni yuv birinchi, keyin ko'tarasan. Nimaga? Yer chopdimi qo'limni yuvaman. Sekin. Dona bu. Ham aqlli. Voy xudoyim. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, yaxshi bolam, yaxshi. Chaqaloq qalay? Yaxshi. Yotibdimi? Ha, yaxshi. Chaqaloq qancha ko'p uxlasa, shuncha tez katta Oyijon. bo'ladi. O'g'lingiz telefon qilyaptilar. Alo. Oyi, Ha? ertalab asabim buzilib, esimdan chiqibdi. Nima? Oshxonadagi sochiq izi tagiga pul qo'ygandim. Nega? Qizingiz bozorga tushib bozorlik qilsa, erta-indin yerini oldiga borsa, bolani ko'rsatib kelmaydimi? Baraka top bolam, rahmat. O'ylaganing uchun katta rahmat senga bolajonim. Xayriyatim sen bor ekansan. O'zi, u kim boribdimi? Ha, hozir shu vaqtda jiyaning bilan gaplashyotgandik. Borib kelibdi. Amakisi bilan borib ko'rib kelibdi. Yaxshi ekan. Yaqinda chiqar ekan. Hammasi yaxshi ekan. Xursand bo'ldim bolam. Ha, yaxshi. Mayli, ilohim hammasi tinib tinchsin. Duoda bo'lib o'tiraveraman-da. Nima qilaman yana? Aytganingiz kelsin. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Xo'p, rahmat. Aytaman,
bozorliklarni hammasini qilib sigaretini ham olsin. sigaretini ham olgin deyman. Kerak bo'ladi-yu. Aytaman, Xo'p, bolam, xo'p. hammasini aytaman. Rahmat bolam, Xo'p, rahmat. xo'p, Xo'p. oyi. Rahmat. Bolam. Akammi? Akang. Ayoqqa eringni oldiga borib kelishga ozgina pul tashab ketgan. Ha, ana chochig'im tegdi deyapti. Bozor o'charlarni qilar ekansan. Qizingni olib borib ko'rsatib kelsin deyapti-da. Ko'proq sigaret olar ekansan. Rahmat. Baraka topsinlar shu akam. Ilohim. Yaxshiyam akam borlar. Alloh shunga ham farzand bersa bo'lardi. Allohim. Xudo xolisa bo'ladi, oyi. Mayli, berardan siqmasin. Men narigi hovliga chiqib kelay, ishlarim bor edi. Ha, bolang, ha, o'g'ling oldida. Ha, yonida o'g'lim. Uxlayapti, xavotir olmay, akasi qariydi. Xo'p. Kelin, mana bu telefonni oling. Jarang-jarang qilib yotibdi. Bilmayman. Labbay oyijon. Choyingizni ichib bo'ldingizmi? Ichib bo'ldim. Hovliga chiqib, u yoq bu yoqlarni ko'rib, tozalab, supurib, sidirib qo'ying. Oyijon, top-toza. Biroz oldin hamma joyni tozalab keldim. Menga qarang. Nega men doim gapirsam albatta gap qaytarasiz, a? Oyijon, men gap qaytarganim Men yo'q. sizga qarang. Supurib, sidirib chiqing dedim, to'g'rimi? Yo yomon gap gapirdimmi? Xo'p, oyijon, xo'p. Ha, menga qarang. Xuddi men yeb siz quruq qolganga o'xshaysiz. Nima bo'lyapti o'zi sizga, a? Mana shu opangiz tuqqandan beri shunaqa bo'lib qolgansiz. Undan ko'ra Xudodan so'rang. Allohdan so'rang, sizga ham bersin. Gap chaqqan. Men hech narsa deganim yo'q-ku. Shunchaki hovli top-toza dedim, namuncha. Pashshadan fil yasamasiz, oyi. Xo'p, oyijon desangiz bo'ladi-ku. Oyijon qilib qo'ydim, toza hamma yo'q. Mana chiqib ko'ring desangiz bo'ladi-ku. Albatta meni jig'imga tegish kerak. Meni asabimni buzish kerak, a? A desam B desam A deb turasiz. Siz dilingizdan nima o'tayotganligini juda yaxshi tushunaman. Siz siqilmang. Hammasi oldinda. O'lim bo'lmasin, faqat o'lim bo'lmasin. Hali etagiz to'la bola ko'rasiz ana. Qator farzandlarni onasi bo'lasizlar. Oyijon, hozir siz befarzandligimni eslatib qo'yapsizmi shunda? Xudo asrasin. Men sizga shunday dedimmi? A? Befarzandsiz dedimmi? Nima bo'lsam ko'nglingizni ko'tarishga uriniryapman. Xuddi men bir aybdordek, siz oldingizda ko'nglingizni ko'tarishga harakat qilaman. Kerak emas, ko'nglimni ko'tarmang. Siz meni onam emassiz, ko'nglimni ko'taradigan. Qolaversa, o'g'lingiz bilan meni o'rtamga sovuqchilik tushiryapsizlar. Shuning uchun ham o'rtamizda iliqlik yo'q. Er-xotin o'rtasida iliqlik bo'lmagandan keyin qayoqdan bola bo'lsin? Odam emas deyapsizmi? Men sovuqchilik tushiryapmanmi? O'lib ketyapman-ku, sizlarning o'rtalaringga yarashtiraman deb. Yaxshi yashanglar deb. Yana bundan ortiq men nima qilishim kerak? Ayting, kelin, ayting. Shunday uy-joylarni berib qo'ygan bo'lsam, orasida qilib toza yashang deyman. Boshqa narsani sizdan so'rayotganim yo'q-ku. Toparman, tutarman o'g'limni shunday berib qo'ygan bo'lsam, uni bir tiyiniga xiyonat qilmasdan oldimda olib o'tirishim mumkin-ku axir. Yo'q. Ishim ham yo'q, na pullari bilan, na boshqasi bilan. Tinch bo'lsalaring bo'ldi menga. Boshingizda yong'oq chaqsam, nima qilardingiz o'shanda, kelin? Yeganingiz oldingizda bo'lsa, yemaganingiz ketizda bo'lsa, istagan kiyimingizni xohlaganingizni kiysangiz, nima xohlasangiz eringiz olib bersa, yo olib berma deyapmanmi? Yo berma deyapmanmi? Yo onangiz yo'qligini sizga pisanda qilyapmanmi? Shuginani onasi yo'q deb ikki gapni birda o'g'limga pisanda qilib turaman. Onasi yo'q buni, onasi yo'q deb ko'ngli yarimta deb. Men ham o'g'lingizga tegayotganimda baxtli bo'laman deb o'ylagandim. Siz baxt nimaligini tushunasizmi? Baxtning nimada ekanligini tushunasizmi? Bir gapni gapirishdan oldin fikrlang, oldin o'ylang. Keyin gapiring, kelin. Men shunaqaman. Dilimni og'rityapsiz, dilimni. Aybizam shunda. Aybizam shunda. Og'zingizga kelgan gapni varaqlatib chiqarib yorasiz. Andishasiz siz, kelin, andishasiz siz. Meni borim shu. Bas qiling. O'shira ovozingni.
O'chirmasam nima bo'ladi, oyi? Yo'qol ko'zimga ko'rinma. Nima qilasiz? O'g'lingizni chaqirib, meni o'ldirasizmi? Hay! Shu o'g'lingizga tegib ro'shnolik ko'rmadim o'zi. Bu o'g'lingiz tug'dira olmaydi o'zi. O'shir deyapman senga. Biror marta seni urdirdimmi o'g'limga? Yo tug'mas deb senga pisanda qildimmi? Sen aybdorsan. Andishasiz, ahmoq qiz. Buva, siqilmang. Kenayim o'zi shunaqayu bilasiz-ku. Xudo xolasa-chi buva? Mana xotinim bunaqa bo'lmaydi. Aytganingiz. Ertalab sizga choy tayinlaydi. Aytganingiz. Sizni xizmatlaringizni qiladi. Aytganingiz, bolajonim. Hech qaysingga yomonligim yo'q. Hech qaysingni. Yuringdan ko'ra buva ko'chaga chiqamiz. Muzqaymoq yeb kelamiz. O'zimning pulim bor. Ay jonim. Xo'p. Yuring. Men ozgina o'zimga kelib olay. Xo'p, hozir. Suv olib kelib beraymi? Yo'q, hozir. Hozir chiqaman bolam. Xo'p. Ahmoq qiz. Shu bolachalikmasa. Hammaga